Foydali va mazali bo'lgan sariyoli nonni tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi tuxum, qaymoq, shakar va tuz. Yaxshilab aralashtirib olib, suv va sut qo'yamiz. Un va dro'jja solib, yumshoqqina xamir qoramiz. Xamirimiz tingach, ichiga sariyog' solib, yaxshilab ishlov beramiz va bu ketma-ketlikni 5 marta takrorlaymiz. Zuvolachalar yasab olib, ularga chiroyli shakl beramiz. Patnisimizni yog'lab, ustiga zuvolachalarimizni joylab, foydali bo'lgan urug'larimiz bilan bezab chiqamiz. Tayyor bo'lgan nonlarimizni gaz pechida 140 gradusda pishirib olamiz. Nonlarimizni ikkinchi shaklini ham javdar unidan xuddi shu shaklda tayyorlab olamiz. Foydali va mazali bo'lgan sariyoli nonlarimiz tayyor. Albatta tayyorlab ko'ring va obuna bo'lishni unutmang.